Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Teplip Pol haqida ozgina suhbatlashmoqchiman. Teplip Pol isitish sistemasini ichida eng mukammali hisoblanadi. Teplip Poldan keyin radiator sistema turadi. Undan keyin elektr pechlar bilan isitish, eng oxirida o'sha ko'mir, o'tin orqali isitish hisoblanadi. Bu mavzuni ko'tarishimga sabab ko'p odamlar Teplip Pol bo'lmaydi, odamni behuzur qiladi, kasal qiladi degan gap so'zlarni ko'p eshityapman. Buni sababi shuki, Teplip Poldan to'g'ri foydalanishni bilmaslik. O'sha haddan ziyod isib ketishligi, o'sha kontroller qo'yilmaganligi, o'sha Teplip Polda eng yuqori harorat 30 gradus. Bo'lmasa 25, shunaqangi bo'lsa, lekin komfort holat hisoblanadi. O'sha 30 dan isib ketdimi, odamni haqiqatdan ham behuzur qiladi, noqulaylik tug'diradi. Mana misol uchun Yaponiyani, Koreyani, rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, ular qancha yillar oldin shu Teplip Pol sistemasiga o'tgan. O'zlaring ko'rgansizlar, misol kinolarida mana bemalol pol ustida o'tirilaveradi. Teplip Polda har xil turlari bor. Suv orqali isitadigan, elektr sim orqali isitiladiganlari bor. Buni ustakalarimiz biladi. Eng ma'quli o'sha suv orqali isitiladigani hisoblanadi. Teplip Pol turbasini ichidagi suvni uni ham ikki xil, uch xil yo'l bilan isitsa bo'ladi. Ko'mir kotyollar orqali yo gaz kotyollar orqali isitsa bo'ladi yoki elektr orqali isitsa bo'ladi. Teplip Pol qilishda yoki uni ustalarga qildirishda e'tibor qilish kerak, o'sha o'zini qonuniga, qoidasiga amal qilib qilinishi kerak. O'sha mana rasmda ko'rib turibsizlar, sloylarni ko'rsatib qo'ygan. Shu holatda qilib qilish kerak, o'zini o'teplitlarni tashash kerak, falgalarni solish kerak. Ana o'shanda Teplip Pol o'z effektini beradi. Do'stlar, yana bir narsani hisobga olish kerak. Teplip Pol qilingan xona o'zi ham yaxshi утепленный bo'lishi kerak. Agar yaxshilab утепленный qilingan xona bo'lsa, juda ham ekonom holatda xonani isitsa bo'ladi. Juda kam pul sarflagan holda. Agar stenalari zo'r утепленный bo'lsa, poli Teplip Pol bo'lsa, o'shanda haqiqiy zo'r bo'ladi. To'g'ri, boshida Teplip Pol qilish uchun, xonalaringizni утеплить qilish uchun ko'p pul sarflashingiz mumkin. Lekin shu sarflagan pulingiz sizni yillar davomida ekonom qilishingizni, juda ham ko'p pulda ekonom qilishingizni ta'minlab beradi. Do'stlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqacha o'zim bilganlarni sizlar bilan baham ko'rdim. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Hamisha xonadonlaring qishda issiq, yozda salqin bo'lsin. Sog' bo'linglar.